Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi velosipedimiz Germaniya davlatidan ishlab chiqarilgan Gudret firmasiga tegishli. Kachestvasi toza velik, uzoq sayohatlar, safarlarga mo'ljallangan. Oldida generatori bor, mana Shimano generator, oldi faralar LED, mana AHA. 3x9 27 polijinada yuradi, 27 xil skorsi bor. Oldi orqa qo'ltig'imizlar. Ramasi duralumin. Juda ko'p joyda duralumin, deyarli 95% joyda duralumin ishlangan. Orqada 9 ta, oldida 3 ta 27 ta skorost. Hamma joyda mana Shimano brendiga tegishli. Velosipedimizni tonni vazni 4 kilo atrofida chiqadi, 5 kiloga bormaydi. 4 kilo yoki 4,5 kilo. Juda yengil velosiped. Uzoq safarlarga, sayohatlarga mo'ljallangan. Mana vinislarimiz ham juda ajoyib neobishni ishlangan, ligrovkali. Mana 3 ga 9 27 ta skorost, signallari ham radni o'ziniki. Holat ideal holatda. Oldi orqa faralar holati ideal holatda. Balonlarimiz Shivavli Marathon. Antiprokolniy pokrishkalar. Holati o'ta ideal holatda. Hamma joyda radniy holatda. Uzoq safarlarga, sayohatlarga chiqadigan insonlar bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Velosipedimizning narxi $300. Kami yo'q bo'lish narxi. Holati ideal holatda. O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatimiz bor.